Et degende kunning chiqishi bilan qiynanam o'ylalarni-chu balam kun chiqmay turib supirgan. Hozir kun neyiz bo'y o'rlab ketdi, men o'ylalarni bir supirayli deydi. Supaman degan qiynana supiray deb lam shuni bilan yo'g'an supagamdan birni keldim. O yoqqa birni, bu yoqqa birni qilib degan o'yla supirishni boshlab ketdim ishlarni. Qandarak ahvolinglar yaxshimi? Men Taranchkilim Yasardan hammanglarga o'tib salomlar bo'lsin. Mening filmimni ko'rayotgan do'stlarning chiroyidan kulki ketmasin deb turishim bilan men ko'r chiqib qoldi-da. Voy, bu ko'rni men g'ilpal qilib qilayotgandim-ku. Desam, asli opam bunga gurus silyapti qaranglar. Nima ish qilib qilyaptingiz Miyasar deymanglar. Heliq og'zini ko'ydirib qo'ydim qaranglar. So'zlab kelsam gapchiq, nimalarni chiqayotganimni, nimalarni tiqayotganimni bilmaysiz qizlar qiynanamdan yushiron. Bir kunim o'sha gazga o'tni yiqib aytgan choyni qaynatib o'tirib bilasizlar-ku, biz choyni sepilib qaynatamiz. Qaynatib atgan vaqtda ila qo'rning og'zini ichib, o'tning yini qo'yib qo'yibdi-manka, erib og'zi yo'qa ketibdi danglar. Shular astal uyga bir yin qo'rni akir qo'yib, ma qo'rni tiqayotgandim. Opam mening yuzimga salmasdan elib, go'ri saldigan qilib qo'yibdi buningga. Jinim qiynana sizga bildirmay chaqqanchini qachildirma asli bilib yuzingiz hamabsiz ekanda siz mening bu atgancha ko'r to'g'riliq bir yig'izmiga qilmagantimda opam menga bir yig'izga qilmadi. Bugun shuni bilan bilib qoldik, bir-birimizga chandomidik, ammo o'zimiz bilamiz. Shundan bilan qiynanam meni magurishni baldur so'qchilib o'tgan, balam yumshamaydi ekan, anonki o'zimizning ishlarni qilaylik, tamoqqa chiqib xeyli baldur ketdi dedi. Ma'qul deb eng avval gurishni so'qchilib o'tib, bugun qoldirib qo'ysizlar. Voy qizlar, mallarni o'rab qilib uyga kirib turib qoldim, sho'yliq las qatamni qatmamdi deb beringlar. Sho'yliq las qatam. Qash bo'ldi? Sho'yliq las qatam. Sho'yliq las qatam. Ha. Qiynanam saqmu ya deb tilisa, qiynatam bamu ya deb tilisa, voy bu men tillanglab o'tamdim. Besh qachon bir it baqmagan bir tomoqni o'ylab chiqibdi bu qiynanam bugun sho'yli etayli. Men maviga kelin bo'lib kirgan oyoq sho'yli it baqmabdi ekan. Shunlashqa men do'yimni onchi-muncha hozir savzi qo'shadigan, go'sht qo'shadiganlarni men dali bir ilashtirgan yerini ko'rib qoldim. Shuni az qo'shammi, qo'shmasmi deb so'rdim-ku. Shunda qilib tilanglab turib, bugun atmoqchi bo'lgan tomoqimiz sho'yla, taranchkilinni o'yla, o'ylasangmi go'njoq qilib o'yla, berib qo'ysang texmi qo'shula deb bugun mushtabaqlarni aytib ketparmiz. Qo'yiq assang qo'la bo'la, suyuq assang sho'yli bo'la deb bugungi tomoqimiz polaning suyuq ekan bu. Qo'y bo'ldigan tomoq ekan bu. Odatdimi faqat lan biz it baqmag'achga yap baqmabdik-ku. Bugun yap og'zimdan qoldi, nemaga yeyish tomoqi bu? Kelin pasha qizlar, bugun nima etdinglar? Aytgan tomoqlaringlarni yo'llab bersinlar. Voy, yoztasida uni assak issiq keldi, buni assak sovuq keldi deb faqat tomoqlandi. Mush itamay ketib bormaslar, mush pingunchalik rasmlaringlarga qarab, "Ma tomoqim botdi" deb asab qolsam, "At shuni anpay qo'ydim-a." Endi qizlar Miyasar qo'ltiq to'g'risi bozorga silib, biz qo'ltiq turkimi setib tovuqqa satmasmi, faoliyatini so'qib tutami deb qolmanglar. Ey, ma it boz kelyapti ballar, yeti chiqib qolasa uya biyalarga, ados uyaralaringlarning oldiga berib taranchkilarning sensori men desanglar, "Ey, rasir ishlatsang, mamda 100 ning bo'lib ketdi, cho'qayda qilib" deb qolmasin qizlar. Ma teringlarni qo'rqib ketgan bo'lsa, "Valoqqa olasizlar, ma yetib teringlarni go'zal pakiz qilibsiz, qilibsizlar. Sutuluqlab terchin qilib ter nurlantirdi, bilasizlar. Mening maqsadim 99 ga berib atdim. 100 qiz so'ru yek javhar keshikmay qatirib 5 qilmal juma. Hamma ishchinglardan teshinglarga go'zal qilib o'tmanka o'ylab baqsam, 100 terasra yurishkim bilan teringlarni chiroyli qilib atsam, qo'ltiq pirkiman bilan qo'ltiqlaringlarni mizliq qilib chiroyli qilib atsam, qo'ltiqim talaydi demiş, qora kiyim kiydigan qizlarni oq kiyim qildigan qilib atsak, maliklarda ko'p kelsanglar, men uchun sharaf qo'ysizlar, go'zal qilish. Shunlashqa jinim qizlar, men mush zavod tanlaganni bek tanlayman. Şun jinim qizlar mening maqsadlarimni mangishenganda xotirjam ilib ishlasanglar bo'ladi. Ma go'shtni nimanchilar yo'g'on to'g'adingiz, piyozni nimanchilar uzun to'g'adingiz, masavzni nimanchi qilin to'g'adingiz deb Tülle sayıklıktatның amısıdın qusırtap sət doğra qoyubdum amma qızlar sizlar bir baha berib beqinglar. Yerimchilik suv shalaqshiydi deb, gerçi oshpaz bo'lmasam ham maşo iletishning rat tartibini deb berma. Ha, go'shtni solamiz ekan, piyozni solamiz ekan, ondan keyin savuzni solamiz ekan. Obdan qo'rib tuzini selib atgandan keyin, ondan keyin gurchimizni selib, o yoq xatoq qoldi. Mana obdan qo'raymiz ekan, majariyani o'zimiz ko'raylik qizlar, men bilmay qoldim. Tamaq etishirab tartibini qiynanamdan so'rab, tepamisa xata tapirib qolsam, qozinglar dumlikim turibdi, eringlar urib sizlarni bo'lmasa, ey, nima etding, ey? Tamoqmi nima bu debchi? Shu majariyanda mana suv qo'ymizga qizlar, juma bo'lmasa tasqab tugurib silvatgina boyatin. Eng mo'yin bosqichga keldikda, mush suvni quyayotganliklar to'xtamay sotliqda elashtirmizgana go'rishni silvatibdi qizlar. Elashtirimizlar tezlik ta'tirga opam to'xtamay elashtiring juma deb chiqib ketgan-da, ma'qul deb elashtirib voyjon, birdan bir o'zi qo'ynisa deb qo'yibdi-manka. Shundan shoppada tezlik ta'tirib turib qarsam, voy apa deb bir yuguribdi-manka, opam yugurib kirib butun kuchi bilan bir elashtiriblar, meni tezlik ta'tirib olganini ishtiq o'ngishib oldi-da, op yozdan o'tib bir layla ketganini qaranglar, yuzimni to'kib. Haqiqatan yo'g'on to'g'rabdi-manki, mo'ras o'ylab baqsam qarab hozirma tomoq. Unda qilib oddiy bir taraf bo'lib ketirgan bu tomoqni bek osa aytib tutda qizlar elashtirsanglar bo'ladi ekan. Undan keyin go'rishni yap baqsanglar pishqan bo'lsa, vachchida o'tni taqaysizlar ekan, taqsanglar olisizlar ekan, valoqqa yeysizlar ekan. Shundan bir kunlik tomoq etish vazifanglar tamom bo'ladi ekan-da, va cho'nglarim shunda yaxshi ko'rdi ekan bu tomoqni. Nimidim, bolalar bek yaxshi ko'rdi ekan bu qizlar. Shunda qilib bugun mush tomoqlarimizni etib, mana bugungi